Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Ushbu video Bootcamp kursi o'quvchilari uchun platformadan qanaqa foydalanish bo'yicha qo'llanma hisoblanadi. Yuqoridagi menyudan Bootcamplar bandiga o'tsanglar, o'zi o'tda bitta dona Bootcamp mavjud va ushbu Bootcampga kirganingizda uni ichida Bootcamp haqida ma'lumotlar ko'rishingiz mumkin. Bootcamp davomida o'tiladigan mavzular va ko'p takrorlanadigan savollar keltirilgan. Buyurtma qilish tugmasini bosish bilan Bootcampga qo'shilishga buyurtma yuborishingiz mumkin bo'ladi. Buyurtma mentor tomonidan tasdiqlangandan keyin Bootcampni ichiga kirishingiz va u yerdagi materiallardan foydalanishingiz mumkin. Videolar kichkina mavzularga bo'lingan holatda yuklangan. Konspektni ko'rish tugmasi orqali dars davomida foydalanilgan konspekt matnini o'rganishingiz va yuklab olishingiz mumkin. Mavzu bo'yicha yana qo'shimcha savollarga AI yordamchi yordamida javob olasizlar. Buning uchun AI yordamchi chatini ochib, qiziqtirgan savollarni o'zbek yoki ingliz tilida bersanglar, ular sizlarga javob qaytaradi. Deyarli barcha darslarda laboratoriya tekshiruvlari mavjud. Uning uchun amaliy mashg'ulotlar bandidagi tugmani bosasizlar, agar laboratoriya oldin ham topshirilgan bo'lsa, unda sizlarda oxirgi natijalarni ko'rsatadi. Va bu joydan laboratoriyani qayta topshirish tugmasini bossanglar, yengitdan yana boshqatdan laboratoriyani topshirishingiz mumkin bo'ladi. Laboratoriya uchun muhit tayyor bo'lgandan keyin sizlarda shunaqa ko'rinishdagi web page ochiladi va o'ng tomonda sizlar laboratoriya topshiriqlarini ko'rishingiz mumkin. Va bu topshiriqlarni birin-ketin bajarib borasizlar. Har bir topshiriqda agar bajarishga qiynalsanglar, bu yerda o'zini yechimi keltirilgan. Shu yechimdan ko'rib o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Hamma topshiriqlarni bajarib bo'lganingizdan keyin yuqori o'ng burchakdagi topshirish battani bosiladi va sizga qilingan ishlarning natijasini platforma hisoblab beradi. Har bir taskda to'g'ri yoki noto'g'ri bajarganinglarni ko'rsatib beradi. Laboratoriyadan tashqari darslarda kvizlar ham mavjud. Ushbu kvizlardan foydalanib biliminglarni yana ham mustahkamlashingiz mumkin. Mavzuni o'rganib bo'lganingizdan keyin darsni yakunladim battanini bosib qo'ysanglar, listda, ya'ni darslarning listida sizlarda ushbu dars tugallanganligi haqidagi aykon paydo bo'ladi. Bundan tashqari, olingan bilimlarni mustahkamlash uchun sandboxlardan foydalanishingiz mumkin. Bu yerda har xil turdagi sandboxlar mavjud va o'zingizga kerakligini ishga tushirasiz va ushbu sandboxdan 1 soat davomida foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Platformani blog qismida tekst ko'rinishida yozilgan bloglar mavjud va bu bloglarni o'qish bilan ham qo'shimcha yana bilimlarga ega bo'lishingiz mumkin. Platforma haqida sizda fikr va mulohazalar paydo bo'lgan bo'lsa, platformani o'zida bu fikrlaringizni qoldiring. Har bir fikr biz uchun juda ham muhim. Buni ko'rib chiqamiz, o'rganamiz va qanaqadir muammolar bo'lsa bartaraf qilishga harakat qilamiz. Undan tashqari, har bir bootcamp haqida yana alohida fikr qoldirishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.